banda faqatgina siniq qalb ila Allohga yaqin bo'lishi mumkin. Hatto juda ko'p ibodat qilmasa ham, nafillarni emas, faqat farzlarni bajarsa ham, ba'zan gunoh ishga qadam qo'ysa ham. Ammo aytingchi, oramizda gunohlarning ko'pligidan, solih amallarning kamligidan qo'rqib, Allohga ojizligini tan olib, gunohi eng ko'p inson ekanini e'tirof etib iltijo qiladigan bandalar qancha? Juda oz. Aytaylik, agar bir inson sening gunohing juda ko'p, gunohlarga botgansan desa, biz uning bu so'zlaridan qattiq g'azablanamiz. Unga sen o'zing kimsan deb darhol achchiqlanib javob beramiz. Bu bizning gunohkor va ojiz banda ekanimizni tan olmaganimizga dalildir. Bu haqda Shayx Abdul Qodir Jiloniy bunday deganlar: Allohga yaqin qiluvchi turli yo'llarga nazar soldi, lekin ular orasida xokisorlik, kamtarlik yo'lining bo'sh ekaniga guvoh bo'ldim. Ya'ni insonlarning ko'pi bu yo'ldan yura olmaydi.